Leksiyemizden devamı hürmetlik vatandaş. Bugünkü saat 2021 2. ayının 24. günü. Yukarı leksiyenin devamı. Yani bir şekilde tarqaqlaştırıp, en yukarı avval buluş derecesiga götürüp, bir vakit içinde bahalaydı. Her qaysı bölümlerinin ahval bayan qilishig'a asoslanib, muvofiq funksiyalarni bahalaydı ve icra qiladi. 2. ayının 19. günü, mana qarang, 2. ayının 10. günü, 2. ayının 11. günü, endi 2. ayının 19. günü. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin vazifega o'tirgandan keyingi tunji qatimliq doklad berish yig'ini uyushtirdi. Davlat Mudofaa torbitining xabariga asoslanganda minister Austin bunday ko'rsatdi. Amerika xalqaro tartibni qo'g'dashga kuch chiqardi. Bu yerda xalqaro tartib degan yig'in chaqlaganda birla xalqaro jamiyatning demokratik tartibi vatandosh. Qo'g'dashga kuch chiqardi. Balki Jungo o'zining manfaati uchun bu tartibni o'zliksiz buzyotdi. Davlat Mudofaa ministri Austin Jungo'ni Amerika davlat mudofaasiga tunji xiris qilg'uchi davlat deb tasvirladi. Minister mundaq dedi: Davlat mudofaasi tarafidan qaraganda mening avval o'ylaydiganim va birinchi darajalik mas'uliyatim bu davlat Amerikani qo'g'dash va Amerikaning davlat manfaatini qo'g'dashdan iborat. Ikkinchi cho'ng masala o'sha maqoladagi Jungo Amerika sovuq harbiy ishlar qarshilashining alayliklari. Amerika Sovetlar sovuq munosabatlar urushi davrida Amerika garchi Sovetlar bilan elishish jarayonida Kuba raketa kirjisi, Jungo bilan Rossiya qatnashgan Chavshan urushi, Vyetnam urushi qatorliq urushlarni boshdan kechirib, Yevropada Rossiya bilan uzun muddatgacha tirkashdi. Yevropadagi tirkishish ma'naviyatdagi ideologiya asosiga tirkish. Bular uchinchi davlatdagi harbiy istikam va ba'zilar edi. Amerika biron Rossiya bilan Amerika o'rtasida umumyuzlik harbiy holat davriga kirib qilishni o'ylashmagan. Chunki Sovetlar yadro urushi qo'zg'aydiganligini bilgan edi. Şunlaşqa Amerika Sovetlarga qaratilgan umumyuzlik davlat mudofaasi urushga tayyorlik qilish planini tuzmagan. Amerika armiyasining Osiyo urush maydoni planilar bor edi. Masalan, Chavshan urushi, Vyetnam urushi. Hamda Yevropa urush maydonida mudofaalash planilar bor edi. Mana konkret aytishim vatandosh. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligida qurib chiqqan maxsus xizmat guruhi Amerika Jungo harbiy ishlar sovuq munosabatlarining qadamma-qadam o'rlayotganligidan darak beradi. Amerika Jungo sovuq munosabatlar urushining xatarlik darajasi Amerika Sovetlar sovuq munosabatlar urushining xatarlik darajasida texmi eg'ir. Chunki Jungo Kompartiyasi Sovetlarga solishtirganda texmi xatarlik, tajovuzchilik xarakteriga ega. O'xshashlar yadro urushidan hargiz tap tortmaydi. Bu jihatda Jungo mavzuning yadro urushi ideyasiga varislik qilgan. Jungo Amerika chegaralari dengiz okean bilan ayrilib turadi. Quruqliq armiyasini Jungo ishlatolmaydi. Amerikaga tahdid solalaydigani faqat Jungoning dengiz armiyasidir. Prezident Joe Biden Aqsarayga kirgandan keyin Amerika Jungo munosabatida musha oyda musha masala tahlil qilindi. Diqqat qildingizmi vatandosh? Prezident Joe Biden Aqsarayga kirgandan keyin musha oyda, qaysi oyda? 2. oyda. Musha masala, qaysi masala? Harbiy siyosat, harbiy ishlar siyosati masalasi tahlil qilindi, tadqiq qilindi deb ko'rsatdi.